fizika matematika fanlari nomzodi dotsent Bazarbayev Muratali Irsaliyevich Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazida pedagogik faoliyatda raqamli kompetensiyalar fanidan tinglovchilarga ta'lim berib kelmoqdaman. Malaka oshirish markazimizda malaka oshirish uchun kelgan pedagog kadrlarimizga barcha qulayliklar yaratilgan bo'lib, darslarimiz nazariy va amaliy ko'rinishda olib boriladi. Bu esa pedagoglarimizning pedagog faoliyatida va o'zining mutaxassisligida raqamli kompetensiyalarning shakllanishiga va rivojlanishiga xizmat qiladi. Barchangizni markazimizda kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Men tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Gulshan Iskanovaman. Men 8 yildan buyon Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazida pediatriya yo'nalishi tinglovchilariga tahsil berib kelmoqdaman. Markazimizda tinglovchilarimiz nazariy va amaliy bilimlarni parallel ravishda olib boradilar. Bundan tashqari o'z olgan bilimlarini amaliyotda ham sinab ko'rishlari mumkin. Buning uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 797-sonli qaroriga binoan 2025-yildan boshlab barcha O'zbekistonda joylashgan nodavlat oliy ta'lim muassasalarining tibbiyot yo'nalishi pedagog kadrlari ham bizning markazimizda malaka oshirishlari mumkin. Malaka oshirish onlayn va offlayn tarzda olib boriladi. Buning uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Sizni markazimizda kutib qolamiz. Jo'ray Sodiqov Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazida 2019-yildan buyon ilmiy innovatsion faoliyatni rivojlantirish moduli bo'yicha pedagoglarimizga ta'lim berib kelmoqdaman. Bu modulimizda asosan jahon universitetlari reytinglari, ularning yo'nalishlari hamda pedagogning ilmiy hamda innovatsion faoliyatini rivojlantirish asoslari bilan tanishtiramiz. Bu modulimizda pedagoglarimiz olgan bilimlari keyingi faoliyatlari uchun juda asqotadi. Asosan tarmoq markazimizda darslar zamonaviy axborot texnologiyalari asosida olib boriladi. Sizlarni ham tarmoq markazimizda kutib qolamiz. Я доктор медицинских наук, профессор Акзамова Гульнара Сунатовна. В течение длительного времени являюсь руководителем терапевтического направления «Лечебное дело терапия». Миссия нашего центра – подготовка и переподготовка педагогов-медиков всех высших учебных заведений Республики Узбекистан с учетом требований современного мира. Наши занятия проводятся на клинических базах, расположенных в крупных клиниках и медицинских центрах города Ташкента. Они оснащены диагностическими современными и лечебным оборудованием, а также одним из важных элементов нашего обучения является изучение и обучение практических навыками в симуляционном центре при Ташкентской медицинской академии. Все это позволяет улучшить качество проводимых педагогами занятий, улучшить использование инновационных методов педагогики, визуализации, новейших информационно-коммуникационных технологий. С 2025 года началось обучение педагогов-медиков высших учреждений негосударственного сектора. Занятия ведут высококвалифицированные преподаватели, профессора, доценты, обладающие большим опытом и знаниями. Для обучения созданы все условия с использованием как очного, так и дистанционного обучения.
Мы ждем вас в нашем центре. Наш девиз – надежность, качество и мастерство.